hodisalaridan biri bo'lib o'tdi bizning kompaniyamizda. Shu haqda bugun siz bilan so'zlashish uchun yig'ildik. Asta-sekinlik bilan ishtirokchilarimiz yig'ilguncha bugungi efirimizni spikerlari haqida aytib o'taman. Bilsangiz kerak, o'zi Greenway Globalda bizning kompaniyamizda har doim har bir hamkorning harakatlari u status uchun bo'ladimi, u sotuvlar bo'yicha bo'ladimi, har bir harakati har doim bir sovg'alar bilan taqdirlanadi va shunday sovg'alardan biri, balki lekin bu kichik sovg'a emas, juda katta sovg'a berilgan. Bizni bilsangiz kerak, M-Pro degan statusimiz bor. Mana shu statusni bajargan hamkorlar yaqinda bizning kompaniyamizning yuragi bo'lgan, bizning kompaniyamizning eng asosiy nuqtasi bo'lgan ofisimizga, bosh ofisimizga, Novosibirsk shahrida joylashgan ofisimiz, ishlab chiqarish zavodlarimiz joylashgan shaharga borib kelishdi va kompaniyani ich-ichidan u rahbariyati bo'ladimi, ma'muriyati bo'ladimi, hamma jarayonlarini, ishlab chiqarish jarayonlarini o'rganib kelishgan va bizning g'ururimiz shuki, bizning O'zbekiston regionimizdan ham ikkita hamkor aynan shu safarga borib, kompaniyani yuragida bo'lib, bugun bizga mana shu bo'lgan hodisalar haqida gapirib berishga tayyor ekanlar. Biz xursand bo'lib ularni bugun efirimizga taklif qildik. Shuning uchun umid qilamizki, bugungi efirimiz sizga yoqadi va o'sha liderlardan birini hozir taklif qilmoqchiman. Bu lider bizning Farg'ona shahri regionining bir malikasi desa bo'ladi, chunki bu inson shu yangi regionda o'z marketini ochib, hozirgi davrda kompaniyaning maysteri va M-Pro statusini yopgan inson hisoblanadi. Bu inson bilan biz shaxsan efir ham o'tkazgan edik. Agar siz ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube sahifamizda yozuvi bor. Bugun esa shu bo'lib o'tgan safar haqida o'qishdan bilib olamiz va xursand va mamnuniyat bilan Sevara Mamadaliyevani shu efirga taklif qilgan bo'lardim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nazokat, yaxshimisiz? Katta rahmat sizga mana shu efirni uyushtirganingiz uchun. Sizga rahmat. Mamnuniyat bilan rahmat, mamnuniyat bilan butun O'zbekiston jamoasiga bizni Novosibirsk poyezdkamiz haqida gapirib beraman. Mana bu yerda ko'pchilik taniydi deb o'ylayman, lekin yangi hamkorlar bo'lsa, ular uchun yana o'zimni tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Ismim Sevara, pasportda Tursunoy Mamadaliyeva deb eshitib qolsalaring hayron bo'lmanglar. Sevara Tursunoy Mamadaliyeva bo'laman va o'tgan kvartal natijasi bo'yicha Greenway kompaniyasini M-Pro lavozimini yopgan hamkor hisoblanaman. Shu sababdan Nazokatxon aytmoqchi, kompaniyamiz bizga M-Pro statusidagi hamkorlarga juda ham katta sovg'a inom etdi. Bu Greenway kompaniyasini yuragi, ya'ni ofisi ishlab chiqarishini borib ekskursiya qilib kelish vaqti bizga muyassar bo'ldi va O'zbekistondan juda ham zo'r lider, juda ham zo'r inson Nodira Parashidova bilan bordik. Bizga juda ham yoqdi, kompaniyamizni qudratini ko'rdik, kompaniyadagi munosabatni ko'rdik. Bilasizlar, Greenway kompaniyasi ekologiya v kubi deb bekorga aytilmas ekan, ya'ni inson sog'lig'i ekologiyasi, atrof muhit ekologiyasi hamda munosabatlar ekologiyasi. Mana shu munosabatlar qanchalik ekologichniligini men aynan Novosibirsk shahriga borganimda bildim. Hamma M-Pro statusidagi insonlar, hamma bir-biri bilan xuddiki qarindosh, xuddiki bir necha yildan beri bir-birini taniydi. Aslida juda ham ko'pchilik bir-birini endi tanib turgan insonlar u yerda. Biz borishimizga bizni yaxshi, juda ham zo'r gostinitsada kutib olib, joylashtirishdi. Gostinitsalar, e'tiborga oling, kompaniyamiz tomonidan 107 ta Master Pro lavozimidagi insonlar uchun bepulga taqdim etilgan gostinitsa hisoblanadi. Va ertasi kuni biz kompaniyamizni ofisiga tashrif buyurdik. Men как davlat ishida ishlagan, yuqori lavozimda ishlagan inson sifatida shuni aytmoqchimanki, hatto bizni tashkilotimiz, men ishlagan tashkilot puli ko'p tashkilot bo'lishiga qaramasdan bunday sharoit xodimlar uchun yo'q edi. Va men o'zimga o'zim aytdim, agar bir kun kelib men sitvoy biznesdan charchab, aslida bu yerda charchash yo'q, davlat ishida ishlash imkoniyati bor, xolos senga deyishsa, men faqatgina mana shu Greenway ofisida ishlashni tanlagan bo'lar edim dedim. Chunki mana ko'rasizlar, Greenway hamkorlarga qanchalik sharoitlar yaratadi, qanchalik yengilliklar, qancha tadbirlar eng yuqori urovingda, eng yuqori saviyada o'tkaziladi. Hamkorlar uchun yaratilgan sharoitni ko'rib, men prosta lol qoldim, ishonasizlarmi?
Hamma birinchidan Greenwayda shtab va kvartirasi juda ham katta joyda egallagan, katta biznes sentrda 5 qavatini egallagan, logistika otdeli alohida, hamkorlar bilan ishlash otdeli alohida, har bir otdeli alohida va u yerda har bir hamkorlar uchun, xodimlar uchun zo'r sharoitlar yaratilgan. Alohida dam olish zonasi, alohida ovqatlanish zonasi va meni bitta parazit qilgan narsa yana, hatto sanuzelga kirsangiz, faqatgina Greenway mahsulotlari. Nima mahsulot kerak bo'lsa, mana shu gigiyena uchun nima mahsulotlar ishlatilishi kerak bo'lsa, hamma yo'q ta'minlab qo'yilgan va bu hammasi xodimlar uchun nima deydi, sharoit yaratilib qo'yilganligi haqida gapiradi. Bundan tashqari ikkinchi kun biz birinchi kun kompaniyani ofisiga ziyorat qilgan bo'lsak, u yerdagi atmosfera, Novosibirsk o'zi juda ham serый, скучный shahar ekan, lekin Greenwayda ofisga kirganingizdagi atmosfera shunaqa bahridilingizni ko'taradi, shunaqangi dilingiz yayraydi, quvonadi u yerga kirganingizda. Va xodimlari, ayniqsa HR direktori menga juda ham yoqdi. Bu ayol shunaqangi hamkorlarda, to есть shunaqangi xodimlarni ishga tanlab qo'yganki, biz uchun obed uyushtirildi, coffee break va ana shu yerda tadbir o'tkazildi. Shunaqa zo'r tansilar, shunaqa zo'r ashulalar, shunaqa zo'r programmalar bulardi. Biz o'yladikki, biz uchun отдельно Greenway shunaqa raqqosalarni yoki ashulachilarni taklif qildi desa, yo'q. Mana shu ofisda Greenway shtab kvartirasini har bir otdelini boshqaruvchilari hamda xodimlari o'zlari ishtirok etib bizga ashulalar aytib o'yinlarga tushib berishdi. Bu ana shu joydagi muhitni, ya'ni kompaniya xodimlarini qanchalik inoqligini va qanchalik ishlarini jonu dillaridan yaxshi ko'rishliklari haqida gapirib turibdi. Ertasi kuni biz производствоga bordik. U yerda ham kompaniyamizni ishlab chiqaradigan mahsulotlarni qanaqa tartibda ishlab chiqarishi, qanchalik gigiyena kuchliligi bilan tanishib keldik. Hatto ishlab chiqarishga kirishdan oldin bizni spesialniy kolonkalarni ichiga kirgizishdi. Biz u yerda dezinfeksiyadan o'tdik, undan keyingina kirgizishdi. Boshimizda kolpachoklar, ustimizda xalatlar. Производствоda qanaqa tartibda bizni badlar ishlab chiqariladi, bizni nima deydi, superfoodlarimiz ishlab chiqarishini ko'rdik va eng qizig'i bu rezervdan qanaqa tartibda ishlab chiqarishi va uni tatib ko'rdik. Ana shu joyda issiqqina tatib. Xullas, bu emotsiyalar oddiy so'z bilan tasvirlab berish juda ham qiyin bo'lgan emotsiyalar. Yana bitta narsaki, sizlar shuni bilinglar do'stlar, biz eng qudrati baland, eng tomiri mustahkam kompaniyada biz. Buni isboti sifatida Novosibirsk shahridagi eng katta skladiga bordik. 10,000 kvadrat metrga teng sklad, 10,000 ta paletga mo'ljallangan joy bor. Haligi skladni balandligini ko'rsalar, bilmayman, 3 yoki 4 qavatlik domda balandligi bilan teng. Spetsial sharoitda saqlanadigan mahsulotlarga alohida sklad, общий skladda saqlanadigan mahsulotlarga общий. Xullas, kompaniyamiz nima deydi? Necha xil mahsuloti bor, o'zi bilasizlar, 7000 xildan ortiq mahsuloti bor va mana shu har bir mahsulotimizni qanchadan zapaslari turibdi. Eng qizig'i, ne rezerv mahsulotigina, faqatgina shu mahsulot уже sotilib bo'lgandan keyin ishlab chiqarilyapti. Ya'ni predzakazga o'sha odamlar olgan, kompaniya endi ishlab chiqarish bilan ovora. Biz ana shu jarayonlarni ko'rib, ko'zimiz bilan qanchalik mustahkam kompaniyada turganimizga ishonchimiz 1000 karra yana bir bor oshdi. Ko'pchilik tarmoqli biznes deganda, to'g'ri shunaqa kompaniyalar ham bor, sharashkina kontoralar ochib olishadi. Biz tarmoqli biznes qilyapmiz, biz ishlab chiqarish qilyapmiz yoki biz olib kelib sotyapmiz deydi. Yo'q. Bu Greenway не только tarmoqli biznes, juda ham katta bir gigantskiy производство, gigantskaya korporatsiya desam ham adashmagan bo'laman. Hammalaringga do'stlar nasib qilsin, har yili bir marta kompaniyamiz shunaqa ochiq eshiklar kuni o'tkazar ekan va faqatgina Master Pro yoki Master Pro kvalifikatsiyadan yuqoridagi lavozimdagi hamkorlarni taklif qilar ekan, hatto liderlarga ham mumkin emas ekan, lekin sizlarda есть к чему идти. Men Master Pro kvalifikatsiyasini bajarib shu narsani bildimki, juda ham ko'p vaqtim men davlat ishida o'tib ketgan ekan. Agar ilgariroq men Greenway bilan tanish bo'lganimda va mana shunaqa premiyalar ilgariroq bo'lganda, men o'zina yana millioner bo'lib ketsam kerak edi. Chunki bir kvartalda men topgan daromadimdan tashqari 58 million so'm premiya oldim. Bundan tashqari 84 million so'm avtobonusimni kompaniya menga tushirib berdi.
Xudo xolasa Qatargacha ulgusam, Qatargacha bo'lmasam, Qatardan kelgandan keyin avtobonusni вручениясini qilaman. Video rasmlar bilan sizlar bilan bo'lishaman. Hammalaringga mana shu kompaniyani borib ishlab chiqarishini ko'rib kelish nasib qilsin. Xodimlar bilan tanishib kelish nasib qilsin. Generalniy direktor, bo'limlarda direktorlari shunaqangi sodda, shunaqangi ochiq ko'ngil, shunaqangi ekologichniy munosabatli insonlar ekanki, men ularni ko'rib juda ham havas qilib keldim. Va o'zimga o'zim aytdim, Sevara, san to'g'ri yo'lda va to'g'ri joydasan dedim. Alhamdulillah, Alloh meni mana shu yo'lga yo'naltirib, mana shu kompaniyaga olib kelganda men juda ham xursandman. Do'stlar, men o'zimni emotsiyalarimni so'z bilan ta'riflashga juda qiynalibroq ta'riflayman. Qo'limdan kelgancha sizlarga yetkazmoqchi bo'ldim, borgan, ko'rgan narsalarimni. Endi qolgan men aytmagan ma'lumotlar bilan sizlarni juda ham zo'r inson, Greenway kompaniyasini GM'i Nodira Parashidzodaga so'z navbatini beraman. U insonni ko'zlari bilan, u insonni qarashlari bilan qanaqa narsalarni ko'rganlar, qanaqa taassurotga ega bo'lganlari bilan o'zlari sizlar bilan bo'lishadilar. Va men bunday inson bilan tanishganimdan juda ham xursandman, juda ham yaxshi ko'rib, juda ham hurmat qilaman Nodira opani. Nodira opa, so'z navbati sizga. Assalomu alaykum azizlar. Sevaraxon bunaqa ajoyib ta'rifdan keyin bilmayman, hayajonlanganimdan nima deyishimni ham bilmay qoldim. Katta rahmat azizam. Siz bundan ham katta ta'riflarga loyiqsiz. Rahmat Sevaraxon. Azizlar, kelinglar, hammamiz sizni nomingizdan mana bugungi efirimda qatnashayotgan barcha hamkorlar, do'stlarimiz nomidan va butun o'zbekistonlik hamkorlarimiz nomidan Sevaraxonni birinchi avtobonuslar bilan chin qalbdan tabriklab qo'yaylik. Bu juda katta g'alaba azizlar va bunaqangi ham avtobonus, ham MPro kvalifikatsiyasi, ham azizlar mana bir necha kundan keyin Max Masters, ya'ni Qatarda bo'ladigan sayohatlar. Do'stlar, e'tibor bering, bizni Sevaraxon mana shu sayohatni sovg'a sifatida kompaniyadan yutib oldi. Esingizda bo'lsa, lotereya o'yini bo'lganida va mana shu lotereyada 10 ta master kvalifikatsiyadagi hamkorlar qatnashganida kimki bir davrni o'zida 3 ta va undan ortiq yangi lider verkasini chiqargan masterlar. Do'stlar, bu juda katta mashaqqatli va juda zo'r ish bo'lgan va shu ishda Sevaraxon uddalaganlari uchun aynan mana shu lotereyada qatnashib Qatarga sayohatni yutib oldilar. Qarang, bir vaqtni o'zida qancha mukofotlar va bu uchun men juda ham xursandman. Avvalambor bizni yurtimizda, O'zbekistonda Greenway Globalni rivojlanayotganligi haqida bu holat dalil bo'lyapti azizlar. Endi Novosibirskda bo'lib o'tgan sayohatimiz haqida juda chiroyli qilib Sevaraxon ta'rif berdilar. Nimani qo'shsam ekan do'stlar? Albattaki, avvalambor o'zimni his-tuyg'ularim haqida gapiraman, chunki faktlar haqida Sevaraxon juda ham batafsil tushuntirib berdilar. O'zimizni yanada, bilasizmi, oddiy tarmoqli marketingda ishlayotgan tadbirkor sifatida emas, juda yuqori o'rinda, yuqori saviyada katta tadbirkorda, katta biznesmenlarda o'zimizni his qildik. Hattoki o'zimiz Gollivud yulduzlarida ham his qildik. Nega? Chunki har birimizni orqamizdan bitta kamerachi yurdi. Har qadamimizni kamera, videoga olishadi, foto zonalarga taklif qilishadi. Bizni oyog'imizni bilmayman, mana shu faqat ko'tarishmagani qoldida, hamma joyda hali transportga o'tkazib qo'yishadi, hali nimadir sovg'a qilishadi, hali nimadir mehmon qilishadi. Shunaqangi qadringizga, shunaqangi mana shu yerda ishlayotganingizda shunaqangi xursand bo'lasizki, men eng muhim narsani do'stlar hozir sizga aytmoqchiman. Nimani men his qildim? Ko'p tarmoqli marketing kompaniyalarida ishlaganimda nimani his qiladi hamkor? Siz kompaniya uchun ishlayotgan insondek o'zingizni his qilasiz. Bilmayman siz qanday, lekin agar boshqa kompaniyalarda ishlagan, sizda bir tajribangiz bo'lgan bo'lsa, sizda shunaqa his-tuyg'u bo'lganmi, yo'qmi? Lekin men kompaniyaga qarab ishlayotgan insondek o'zimni his qilardim. Hozir esa aksincha, kompaniya hamkorlar uchun, hamkorlarni bu kompaniyada o'zini zo'r his qilish uchun, o'zini komforti uchun, ularga barcha sharoitlarni
ortib beruvchi mexanizm sifatida o'zini tatbiq qiladi. Va har bir direksiyaga, mana hozir Sevaraxon aytdilar, bizda bu yerda 8 ta direksiya bor ekan. Har bir direksiyaga do'stlar yuzlab insonlar ishlaydi. Yuzlab IT direktorga kirsak, bilasizmi, zallarda to'la insonlar, hammasi kompyuterga yopishgan, hammasi yoshlar, Rossiyaning eng kuchli aytishniklari bizni saytimizni himoya qilish uchun, bizni saytimizni tinmasdan zo'r ishlashi uchun ishlayotgan insonlar, logistika otdeli, dizaynerskiy otdel, finansiy otdel, xullas juda har xil otdellarda o'tirayotgan har bir xodimlarni hammasida gapi bitta edi. Biz sizlarni mana shu bizni kompaniyamizda mazza qilib ishlashingiz uchun qo'limizdan kelayotgan barcha ishni qilyapmiz va sizni barcha takliflaringizga biz tayyormiz, ochiqmiz. Nima taklif berasizlar, nima qilishimiz kerak? Biz yana ham sizlarga bu yerda o'zingizni zo'r his qilishingiz uchun nima yana yetmayapti degan savol berishdi. Bilasizmi, biz shunchalik o'zimizni qadrimizni, shunchalik bizning fikrimiz muhim ekanligini his qilganimizda ko'plar hatto yoshlandi. Bu kompaniyada 7 yildan beri ishlayotgan, 6 yil, 5 yildan beri ishlayotgan emprolar bilan yig'ildik. Ko'pchilik edik. Lekin bilasizmi, shunaqangi bu tadbir zo'r tashkillashtirilgan ediki, gruppalarga bo'lingan va har bir gruppani o'zini kuratori bor edi. Hech kimni to'qnashib qolmadi, hech kimni kutib qolmadi, hech qaysi otdelga kelsangiz o'tiradigan joy bo'lmay qolmadi. Unaqa narsa yo'q edi. Chunki juda ham puxtalik bilan o'zi Greenway hamma tadbirni puxtalik bilan har doim tashkillashtiradi. Bu safar yana ham o'zini bu sohada birinchi raqamli ekanligini yana bir bor isbotladi va bu narsani biz ko'rib faxrlandik. Va yana shunaqa bir moment bo'ldiki, bizdan intervyular olishdi. Hatto balkim yangi yil arafasida bo'ladigan efirda biz intervyularimizni qo'yib berishadi. Chunki hozirdan Greenway Global yangi yilga tayyorgarlik ko'ryapti. Yo'lkalarni oldida, yo'lkalarda o'sha o'yinchoqlarning o'rniga mahsulotlarimiz ilinib qolgan, o'z tilaklaringizni aytib, o'sha chiroqlarni yoqing, xullas juda ko'p har xil syurprizlar juda ko'p bo'ldi va shunaqa bir moment bo'ldiki, bizni xonaga kiritishdi va oldimizda 3 xil rangdagi qog'oz qo'yishdi. Qizil, yashil va sariq. Mana shu qog'ozlarda birida kompaniyaga nimani taklif qilmoqchisiz? Kompaniyada nima bo'lishini xohlaysiz? O'z taklifingizni kiriting. Nimani kompaniyadan umuman yo'qolishni xohlaysiz? Nimani olib tashlash kerak va nimani o'zgartirish kerak degan savollarni o'zingizni fikringizni yozib va bizga shunaqa bir devor berildi. Ana shu devorga yopishtirib qo'ydim. Bilasizmi, juda yuzlab unaqa qog'ozchalarga to'lib ketdi. Har bir masterni o'zining tilaklari, o'zining xohishlari bor ekan va bu yerda yana bitta sizga gapiradigan insaytim, biz kompaniya biz uchun xizmatda bo'lgan kompaniyada va bizni eshitadigan joyda ishlayapmiz. Ko'p kompaniyalarda azizlar, ishoning, agar sizda o'sha kompaniyalarda ishlagan tajribangiz bo'lmagan bo'lsa, lekin mana hozir so'zimga ishoning, ko'p kompaniyalar hech qachon hamkordan uni nima xohlashini va uni kelajakda kompaniyaga nima tatbiq qilishini, nimani xohlaysiz, nimani o'zgartirmoqchisiz, nima yangilik kirishini xohlaysiz degan savolni umuman bermaydi. O'z holicha rivojlanadi, o'zini manfaatini ustun qo'yadi hamkorlarning manfaatidan. Bu yerda do'stlar, Greenway'ning eng katta yutug'i u hamkorlarni yutug'ini ustun qo'yadi. Va bu narsani men albatta oldindan bilardim, lekin yana bir marta amin bo'ldim. Yana bir muhim narsani aytmoqchiman. 2 yil oldin 2023-yil sentyabr oyida biz Shohjahon Asolayevich bilan aynan mana shu kompaniyani o'rganish uchun uni ishlab chiqarishlariga borganmiz, ofislarga borganmiz va o'shanda ham hayratda bo'lib qaytib kelganmiz. Qanchalik zo'r, qudratli, kuchli kompaniya ekanligini. Lekin 2 yil ichida nima o'zgardi? Kompaniya yana ham qudratlashgan, kompaniya yana ham o'sgan, yana ham progressivlashgan. Yangi ofisga ko'chib kelgan. Biz borganimizda 2 etajli boshqa binoda, ofisda hozir esa juda hashamatli, juda chiroyli, juda zamonaviy stilda qurilgan yangi binoda juda chiroyli jihozlangan, har tomonlama o'ylab topilgan, o'ylangan ofisda ko'rdik. Juda chiroyli ofis haqiqatan ham. Undan tashqari shtat ham o'zgargan. 964 ta inson Greenway Global xodimlari. Do'stlar, 964 ta. Tasavvur qilasizmi?
Mana bu narsani o'z ko'zimiz bilan ko'rdik va ishlab chiqarishda yangi lineykalar ochilgan. Biz ko'rib turibmiz, Greenway'da har hafta yangi mahsulot, har hafta novinkalar, har hafta yangi qanaqadir innovatsion mahsulotlarni bizga taklif qilyapti. Albatta, ishlab chiqarish o'sgan, yangi sexlar, yangi lineyka hammasini o'z ko'zimiz bilan yana bir bor ko'rib amin bo'ldik. Ushlab ko'rdik, hidlab ko'rdik, ichib ko'rdik, savollarimizni texnologlarga berdik. Ya'ni har bir bizni hozir agri-marketlarimizda turgan mahsulotni qanaqa yo'l bilan ishlab chiqarilayotganini, uni sertifikatlarini o'z ko'zimiz bilan hammasiga amin bo'lib keldik. Va azizlar, men ko'p vaqtingizni olmayman. Mana shu joyda Sevaraxonni gaplariga qo'shilgan holda men ham o'zimning tilagimni aytmoqchiman. Har doim insonda nima uchun kimdir muvaffaqiyatli, kimdir uni muvaffaqiyati sal kechikib keladi. Men o'ylayman, har bir insonda bitmas tuganmas potensial bor. Har biringizda juda kuchli potensial bor. Mana shu potensialni kimdir ishlatadi, kimdir ishlatmaydi. Ishlatmayotgan insonlarda menimcha ularda mana shu kuch qanaqadir kuchi yetmayaptiki, shu ishni qilishmayapti. Nega? Chunki ularda qilayotgan ishida balkim qanaqadir bir foizga hali ishonchsizlik bor deb qilayotgan ishida yoki o'zida yoki bilmayman marketingida qanaqadir shubhasi bordir, mahsulotida yoki kompaniyada bilmayman qayerda shubhangiz bor. Mana shu shubhangizni yo'qotganingizdan keyin siz jon berib butun potensialingizni ishlata olib siz juda katta muvaffaqiyatlarga erishish kuchiga egasiz. Mana shu demak shubhalarni yo'qotish uchun esa azizlar, siz ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishingiz kerak. Va shu ma'lumotlardan eng zo'ri albatta bu kompaniyani yuragi, kompaniyani ofisida ishlab chiqarilishi, skladlarini borib o'z ko'zingiz bilan ko'rib kelishingiz. Ana unda ham sizni qanotlaringiz yana ham katta yoyilib, erkin qushdek eng katta muvaffaqiyatga borib uchadigan insonga aylanasiz. Va o'shanda kompaniyani barcha muvaffaqiyatdagi eng katta cho'qqalarga bemalol yetib bora olasiz. Siz faqat bunga ishonishingiz kerak azizlar. Siz bunga intilishingiz kerak. Ana o'shandagina haqiqatan ham Greenway Globalni dunyodagi eng birinchi, eng olg'ir kompaniyasi bo'lishiga siz o'zingizni eng katta hissangizni qo'shasiz. Va shu bilan birgalikda o'zingizni eng zo'r hayotingizdagi, qalbingizdagi bitib qo'ygan orzularingizga albatta erishasiz. Azizlar, balkim savollaringiz bordir. Savollaringiz bo'lsa, barchasiga javob berishga biz tayyormiz. Sevaraxon bilan. Nazokat, shu yerdamisiz? Da, shu yerdamiz. Juda xursand bo'ldik aytib bergan taassurotlaringiz va bo'lib o'tgan barcha jarayonlarni eshitib juda xursand bo'ldik. Rostdan ham Greenway Globalni xodimi sifatida endi aytishim mumkin. Greenway Globalda ishlash, Greenway Global bilan birgalikda hamkorlikda ishlab yurish juda ham qulay, juda ham har tomonlama o'ylab chiqilgan, xodimlariga hamma sharoitlar qilingan, xodimlar o'zini har doim ustida ishlab yurishi uchun, xodimlar rostdan ham qaysidir jarayonlarda o'z hissasini qo'shib, umumiy bitta mexanizmda juda ham katta bir o'sha mexanizmning moshinda juda ham yaxshi ketishiga hamma sharoit qilingan. Shunga juda ham xursandmiz. Agar aziz hamkorlar, mabodo savollaringiz bo'lsa, kommentariy qismiga yozib qolishingiz mumkin. Lekin eshitdingiz, yaqinda shu ikkita go'zal liderlarimiz, kuchli liderlarimiz Qatar sayohatiga borishadi va biz va'da beramiz, albatta Qatar sayohatidan so'ng undan ham kuchli emotsiyalar bilan, undan ham kuchli taassurotlar, undan ham kuchli bilimlar, chunki bizda sayohatlarimiz bilasiz, faqat taassurot emas, bilim ham olib keladi. O'sha bilimlar bilan biz liderlarimizni yana bir marta taklif qilib, ular bilan katta efir o'tkazamiz. Kattakon rahmat. Albatta ishtirokchilarimizga bugun vaqt ajratib kelganingiz uchun. Agar mabodo kim kirishga ulgurmagan bo'lsa, albatta efirimizning yozuvini, havolasini yuborib qo'yamiz va bizning liderlarimizga kattakon rahmat aytib qo'yamiz. Aytgancha liderlarimiz bo'lib o'tgan sayohatdan kichik bir rolik tayyorlab qo'yishgan edi. Bugungi efirimizni o'sha roliklar bilan tugatsak bo'ladi, to'g'rimi Nodir opa? Unda sekin rolikimizni qo'yamiz. Barchaga kattakon rahmat. Rahmat.
and our time on earth was through. I wanna hold you just for a while and die with a smile. Barchangizga bugungi efirga kelganlarga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sevaraxon bilan azizlar, aktivroq bo'ling do'stlar. Hayotingizda o'zingizni hayotingiz uchun mas'uliyatni bo'yningizga oling. Hammasi o'zingizni qo'lingizda. Hammasi sizni agar qalbingiz bilan, agar ishtiyoq bilan ishingizga yondashsangiz, albatta katta muvaffaqiyatlarga erishishingiz aniq. Katta rahmat. Do'stlar, men yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Biz Nodira opa bilan aeroportda uchib ketayotganimizda yakutiyalik grandmaster bilan to'qnashib kelib qoldik. Ana shu ayol grandmaster kvalifikatsiyasini Yakutiyadangina hamkor qilib tasdiqlagan ekanlar. Ya'ni shu kvalifikatsiyada turibdilar. Yakutiyani aholisi 1 million kishidan iborat ekan, do'stlar. Bizni O'zbekiston nepaxinное поле hisoblanadi buni oldida. 33 milliondan ortiq insonlar yashaydi O'zbekistonda. Ya'ni bizda imkoniyatimiz juda ham keng. Bizda faqatgina xohish, harakat kerak bo'ladi xolos. Kimga kerak emas katta pullar, kimga kerak emas sayohatlar, bu narsani tushunmaydi. Lekin kim mana shu narsalarga intilib yashaydigan inson bo'lsa, обязательно o'zida kuch topib, o'zida xohish topib, dal shu yurib butun O'zbekistonni zabt etishga harakat qiladi. Biz Novosibirskda Nodira opa eslasangiz, Yelena Dubininani kabinetlariga kirdik. Juda ham zo'r atmosferali kabinet. U joyda biz hamkorlar uchun shunaqangi sharoit yaratilibdiki, meditatsiya qilish uchun moslangan sharoit yaratilgan. Chiroyli muzika, chiroyli kabinet atmosferasi juda ham zo'r va har bir hamkorning qo'liga bittadan qog'oz, ruchka, konvert berishdi. 1 minut, 2 minut vaqt berishdi. Ana shu joyda kallangizga kelgan birinchi желаниеңizni yozing va konvertga soling. Biz sizga rosa 1 yildan keyin uyingizga jo'natamiz bu xatingizni deyishdi. Qanchalik siz erisha oldingiz, bu natijalarga qanchalik erisha olmadingiz, shunda taqqoslaysiz deyishdi. Men bu narsani o'zim uchun juda ham katta mas'uliyat deb bildim. Rasman kompaniyani mana shu klientlar bilan ishlaydigan direktorning kabinetida o'tirib yozdimmi bu xatni? Yana ular o'qiydi u xatni. Jo'natishdan обязательно endi o'qimaydi bo'lmaydi. Men o'zimga pozor deb bilaman, agar men mana shu достижениялаrimga yetishmasam degan maqsadda keldim. Я горю желанием hozir o'sha niyatimga yetishga, xudo xolasa, keyin aytaman, hozir aytmayman qanaqa nima niyatlar qo'yganimni. Qatarga borib kelganimizdan keyin Nodira opa bilan o'sha yerda yurganimizda kutinglar, bizdan juda chiroyli videolar, chiroyli обученияларdan lavhalar jo'natib sizlar bilan bo'lishib turamiz. Keyingi yilga Max Mastersga O'zbekistondan kamida 20 ta 30 ta insonlar borishlik nasib qilsin. Xayr do'stlar, efirga kirganlaringiz uchun rahmat. Uzr. Tadbirimizda shunchalik har xil voqealar ko'p bo'ldiki, ko'pi esdan ham chiqib qoldi. Qarang Sevaraxon, eng yana muhim narsasi do'stlar, biz generalniy direktor Svetlana Semyonovani kabinetida bo'ldik. Ular o'zlari har birimizni bittalab quchoqlab, xursand bo'lib, bilasizmi, eng qadrdon do'sti, eng yaqin qarindoshi kelganda, haligi eng qimmat, haligi eng hurmatli qudalar keladi-ku. Mana shunaqa kutib olgandek kutib olib, hatto har birimizga xohlaysizlarmi kreslomda o'tirish degan taklif berib, bittadan rasmga ham tushib oldik va do'stlar, oxiri esa biz generalniy direktor kabinetidan chiqib, kompaniyani prezidentini kabinetiga kirdik. Ana u yerda xuddi o'zimizni uyimizda yurganday qilib, ularning kreslolarida o'tirib, rasmlarga tushib, savollarimizni berib, undan keyin esa prezidentskiy sovet o'tiradigan xonaga kirdik. Qattorasiga aylanasiga uzun stolni atrofida stollar qo'yilgan, juda chiroyli kabinet. Shunaqa oynadan qarasangiz, Novosibirskda ko'rinishi ajoyib. Va mana shu yerda o'tirib, men vizualizatsiya qildim. Komandamiz bilan O'zbekistonda ko'pchilik grandmaster, GM Pro bo'lishi kerak azizlar, bilsangiz kerak. GM Prolar bilan mana shu kabinetda albatta o'tiramiz va biz kompaniyani rivojlanishda o'z hissamizni qo'shamiz deb ominlar aytib, duolar aytib chiqib keldik Sevaraxon bilan. Mana shunaqa do'stlar, bugungi efirda albatta 100% hech qachon bo'lisha olmaysiz. U do'stlar u yerda bo'lish kerak, u narsalarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak, his qilishingiz kerak, lekin imkon qadar siz bilan bo'lishga harakat qildik. Rahmat.